Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. Mana shu Hyundai Santa Fe mashinamizni 2-3 kun oldin G'afur Ali ismli akamizga obzor qilib bergandik. Mashina ma'qul kelgan ekan, to'lov. Доброго времени суток. По заказу от Руслана мы приехали на обзор Hyundai Santa Fe. Так, по предварительному осмотру салон весь чистый, состояние автомобиля также хорошее. В салоне отсутствуют какие-либо посторонние запахи. Присутствует в комплектации подогрев руля, круиз-контроль, также подогрев и обдув передних и задних сидений. А полностью ознакомиться с нашим обзором вы сможете чуть позже. Amalga oshirib, mashina hozir plashadkaga yetib keldi. Mana kelib bitta video отчет o'zlari uchun ham, sizlar uchun ham bitta obzor qilib berishga qaror qildim. Ko'pchilik oldingi videolarimizda mashina narxini aytmabsiz deb qolgan videolarda ham, qolgan mashinalarda ham ko'pchilik aytgan ekan. Shu mashinani aytaman sizlarga. Hyundai Santa Fe 2016-yil jирный komplektatsiyada. Xudo xolasa mashinamiz примерно 8100-8150 dollarlarga sotib olindi. Mashinani o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Mashina bundan arzonlarini topsa bo'ladi. Lekin bunaqa kачестводagi, bunaqa состояниедagi mashinani topish juda qiyin. Chunki bu avtosalondan olingan mashina. Anaqa bozordan yo bo'lmasa bir auksionlardan olingan mashina emas. Buni qayerdan bilsa bo'ladi? Mana. Inkar. Bu Inkar shu Koreyadagi eng katta avtosalonlardan biri. Nimalari bor? Xo'p. Boshdan boshlaymiz. Бесключевой доступ. To'rtta elektropaket, память сидения, плавающее сиденье. Mana bu yerda drive mode, подогрев руль, скольжение, multirul, cruise. Hamma navorotlari bor, kirali, подогрев, обдув. Ключ bitta, USB, aux. Bu yerga 12 volt. Xullas, chakaman desangiz mana bunaqangi stakanchalari ham bor. Do'stlar, mashina ideal holatda. Obzorini xohlasalaring WhatsApp, Telegram gruppalarga tashab beraman, ko'rishlaring mumkin, kim xohlasa. Atak G'afur aka, tabriklayman, mashinangiz juda ham yaxshi. Mana sostoyaniyalarni ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib. Yaxshi mashina tanladingiz. Bundan keyin yana bitta mashina Santa Fe'ni obzor qildik. Unisi 7000 talik, u ham примерно shunaqa edi va ozgina qimmat ham. Lekin uncha yoqmadi. Mana shunga to'xtaldilar. Nima deymiz? Mashina murabusan aka. Yaxshi kunlaringizga mening. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Bizda sotuvda yana bitta mashina bor. Bunisi BMW 5-seriya. O'sha legendarniy Tojikistonda yoshlari minadigan mashincha. Bu juda ham zo'r komplektatsiyada, luxury deyiladi. Polniy eshiklari davodchigi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. O'zi totib oladi. Harman Kardon audio sistemalarda mana ko'rishlaring mumkin. Bu ham zavodit qilsa bo'ladi. Bu ham juda ham yaxshi mashina. Mana. Marhamat. Kimga kerak bo'lsa, lichkaga yozsanglar, telefon nomer qoldiraman. Buni ham kelishib xohlasalaring konteynerga qo'yib. Do'stlar, telefonni pamyati to'lib qolib, rosa diqqat qilyapti, to'g'risi. Xullas, bu mashinamiz sotuvda. Bana bu mashinani ko'pchilik ko'rib tanidi o'sha. Bu mashinani shu etbetga borib, obzorga olingan mashina sizlar uchun xizmatda. Любой время qayerga desanglar borib kelib, xizmatni qilib, oxirida kimdirga nasib qiladi sizlardan bittalaringga. Shuning uchun bitta like bosib qo'ysanglar,
Xudo xolasa tez kunlarda buni ham konteynerga yuklaymiz. Bunaqangi mashinadan yana 3 ta bor. Ular ham shunaqangi jирный komplektatsiyada, tomida даже bir xillarda lyuki ham bor. Lyuk значит bu maksimalka deyiladi. Mana bu mashinamiz klientimiz G'afur akaga yana bir marta. Xullas do'stlar, biza o'tgan videoda brend nazvani kompaniya tanlaymiz deb aytgandik sizlarga. O'sha kompaniyani hozir bir ikkita variantlarni tashab berishdi. Ko'rdik, tashab berdinglar sizlar ham. Shunga hozir bitta kartinka qo'yaman, shu yerda nazvani brendni o'zimizcha sun'iy intellektda qilganmiz. Qani ma'qul kelsa ma'qul deb yozinglar, ma'qul kelmasa o'zlaringni variantlaringni ham yozinglar. Keyin nima uchun yozgan variantlaringni biza tanlashimiz kerak. Shuni ham yozsanglar zo'r bo'lardi. Расшифровкасы desa ham bo'ladi. Demak, kutib qolaman sizlardan shunaqangi kommentariyada variantlarni. Agar kimni varianti chiroyli chiqsa, может быть, bizadan sovg'a bor. Xudo xolasa, albatta. Kimni varianti bo'lsa, shu variantni tanladik deb kommentariyadagini olib turib, video qilib joylab, shu odamga svязga chiqib, xudo xolasa, bizadan biron xil podarka bor. Shunchaki emas, do'stlar. Demak, kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.